Hop, bugungi attestatsiya savolimizda shakldagi O markazli doira ichiga FS markazli yoylar va O nuqtasiga o'rinadi deyilgan. Yashil rangli bo'yalgan soha yuzi 32 ilzosti 3 ga teng bo'lsa, A, B, C, D, E, F oltiburchakning perimetri so'ralmoqda. Buning uchun biz birinchi bo'lib tomonni R deb belgilaymiz. Keyin esa birinchi bu yashil sohani bu yerlarni B, bu yerni esa Q deb belgilaymiz. Shunda biz birinchi bo'lib S oltiburchakning yuzini topib olamiz. Oltiburchak yuzini topish uchun 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Va katta aylana, ya'ni bu katta diagonalga teng. Bu yerlar ham R'dan. S aylanani topib olsak, pi R kvadrat bo'ladi. Katta aylana yuzi topildi. Endi biz B'larni topishimiz kerak. B'lardan 6 ta bor. Yashil rangda esa 4 ta. Biz 6B teng bo'lyapti. S aylanadan ayryapmiz S oltiburchakni. Shunda 6B ga teng bo'ladi. 6B miz teng bo'lyapti. Bu yerni yozsak, pi R kvadrat minus 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 2. Bu yerdan bunga 2 bersak, 2 pi R kvadrat minus 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 2. Bu yerdan B'ni topadigan bo'lsak, 2 pi R kvadrat minus 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 12. Bizga 4B kerak bo'lgani uchun, ya'ni bu yashil sohalar 4 ta mana. 4 ta yashil rangli B sohalar. 4B miz teng bo'ladi. 2 pi R kvadrat bu yerga 4 ko'paytirilgandan keyin 12 bilan qisqarib ketadi. Minus 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Bizda endi Q sohani topishimiz kerak. Q sohani topish uchun bu yerni qandaydir A soha deb turamiz. Ya'ni bu markazli yoylar. Bu yer 120 gradus bo'lgani uchun katta aylanani to'liq bitta aylanani 3 ga bo'lib beramiz. Chunki katta aylananing ichki burchagining yig'indisi 360 gradus. 360 gradus 3 ga bo'lsak 120 gradus keladi. Shunda A sohaning yuzini topadigan bo'lsak, pi R kvadrat taqsim 3. Bizga 2A kerak bo'lgani uchun 2 pi R kvadrat taqsim 3 bo'ladi. S debman. 2 Q'miz teng bo'lyapti. S oltiburchakdan ayryapmiz 2A ni. Shunda S oltiburchagimiz 3 ilzosti 3 R kvadrat taqsim 2 minus 2A 2 pi R kvadrat taqsim 3 bo'lyapti. Bunga 2 tadan, bunga 3 tadan, bunga 2 tadan ekan, uzr. Endi 2 Q'miz teng bo'ladi. 2 Q teng bo'ladi. 9 ilzosti 3 R kvadrat minus 4 pi R kvadrat taqsim 6 bo'lyapti. Endi S shtrix, ya'ni yashil sohani topsak, S shtrix yashil sohamiz 2 Q plus 4 B dan iborat. 2 Q bizda teng bo'ladi 9 ilzosti 3 R kvadrat minus 4 pi R kvadrat taqsim 6 minus 4B plus
4b'miz mana teng bo'ladi 2πr kvadrat minus 3 ildiz 3 r kvadrat taqsim 3 edi. Bunga ikkitadan beramiz. Shunda s shtrix teng bo'ladi 9 ildiz 3 r kvadrat minus 4πr kvadrat plus 4πr kvadrat r kvadrat minus 3 ildiz 3 6 ildiz 3 r kvadratga taqsim 6 s shtrix teng bo'lyapti. Bu 4πr kvadratlar ketadi. Chunki plus minus 9 ildiz 3 r kvadratdan 6 ildiz 3 r kvadrat ketsa 3 ildiz 3 r kvadrat taqsim 6. Bu ham teng bo'ladi. Ildiz 3 r kvadrat taqsim 2 teng bo'ladi. Bizda shartimizda berilgan mana 32 ildiz 3 ga. Endi buni o'rniga qo'ysak 32 ildiz 3. Ildiz 3lar ketadi. Ildiz 3lar ketadi va pastdagi 2 ni bu yoqqa ko'paytirib yuboramiz. R kvadratimiz teng bo'ladi 64 ga. R teng bo'ladi 8 ga. Ikki tomondan ildiz olsak. Endi bizdan oltiburchakning perimetri so'ralyapti. Oltiburchak perimetri 6 ta tomoni bo'lgani uchun, ya'ni muntazam oltiburchakning perimetri p 6 burchak teng 6 r ga, ya'ni 48 ga teng. Javobimiz shunga teng.